именно 2-6 matematik strategiyaga rekord olib chiqdimmi, hali ham ishlamasligi shubhalanayotganlar bor ekan, biz ko'rib chiqamiz. Bizda minimum nuqtamiz bor va maksimum nuqtamiz bor va telefonga kalkulyatorda olamiz. Yozamiz. 3644 minus 3618 teng bizda 26 chiqdi. Bo'lingan 2.6. Hop, chiqqan javob 10. Endi bundan ko'rinib turibdiki, biz ana shu nuqtada 10 punktlik zona chizib belgilab olamiz. 10 punkt zonani chizdik. Hop. Narximiz nima qildi? Ko'radigan bo'lsak, narximiz yetib keldi. Imенно mana shu nuqtadan qo'rqmasdan full marja selga kirsak bo'ladi. Va natijani ko'rib turibsizlar. Yangi traderlar uchun oldin olib aytib qo'yibman. Har duch kelgan joydan 2-6 ga bo'lib ketib ishlatishni maslahat beraman. Bu ortiqcha risk olgan bo'lasizlar. Buni qonun qoidasini bilib-bilmay ishlatishni maslahat beraman.